Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Yana bitta obyektimizni montaj jarayonlarini tugatdik. Bu obyektimizga plastikdan qo'yib berganmiz 6000 Trio seriyasidan ranglari bitmoqqa va o'ynaklarning orasiga zalotoy shotlankalardan qo'yib berganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Voda sliplari bor. Ikkita chekkasidan ochilish, o'ng tarafda двойный открывальный, chap tarafida oddiy ochilish bo'lgan. Juda ham chiroyli chiqqan. Eshigimizga yangi chiqayotgan profillardan neo profildan qilib berganmiz. Ovalniy qilib, balkon qanotdan bo'lgan. Bunaqa ariqlari bo'ladi. Juda ham chiroyli chiqadi. Termoga o'xshab turadi tashqi tarafdan. Ruchkalari komfort bo'lgan. Ochib yopilishlari juda ham yumshoq bo'lgan. Bulardan bekilishi termoga o'xshab tepaga ko'tariladi. Keyin bekiladi bular. Shishkalari bo'lgan. Shishkalarga ham shotlanka qilib berganmiz. Furtishkalar tashqariga ochilish bo'lgan. Ichkari tarafdan ochish imkoni bo'lmagani uchun tashqariga qilib berdik. Keyin ochilib qiladi. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, video tagidan nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin.